Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Mening eng oson ovqatim suzib oldi. Bunga go'sht kerak emas, piyoz, kartoshka, sabzi, ziravorlar, tomat. Kartoshka, sabzi hammasini sovurdim, birga qovuramiz. Tuzimizni sovuramiz. Bu ovqatga umuman men go'sht ishlatmayman. Uncha bu ovqatga o'zi yaxshi ketadi. Ko'zimiz chama bo'lib qolgani uchun ko'zim shunday solyapman, o'zi kamgina qolibdi ekan. Qaynab qo'yamiz. Ovqatimizning podlivkasi ham tayyor. Bitta sholg'om bor ekan, sholg'omda ham sovurdim. Hamma bilgan xamirni qilib oldik. Endi yoyamiz buni, yoyib olamiz. Hamma bilgan xamir, yoyib olamiz endi buni. Kattagina qilib yoyib oldik xamirimizni. Xamirimizni kesib olamiz. Mana shunday qilib cho'zib olamiz. Buni nima bilmayman, nima deyishini, lekin onam o'rgatgan shunday. Mana bu tayyor bunimiz. Qaynadi, endi xamirlarimizni solamiz. Xamirimiz qaynayapti, biroz qaynasin. Muzday suvda yuvib olamiz buni endi, xamir qaynab chiqqandan keyin. Qimni ishtaha hammaga tayyor bo'ldi. Qalampir yesangiz rosa mazali bo'ladi bu. Rahmat hammalaringizga.